Assalomu alaykum. Mana tarvuzlar shu holatga kelgan. Mana 5 kilo, 6 kilo, 3 kilo, 2 kilo. Bu taraflar jiyanlardagi ular ertachi. Hafta 10 kunda chiqadi ular tarvuz. Bizlardagi oyda oxiri, bu oyda boshida pishadi. Bular oyda boshida pishadi bu tarvuzlar. Shunaqa gaplar. Polyak kengish. Kechagi narx 18 mingdan 20 minggacha bo'lgan. 18, 19, 20 ming kilosi. Yani ham bilmadim, narx o'ynaydi hozirgi kunda. Mana shu polyada. Bo'pti, davay sog'ing.